Yozolaya serpalat çık başladı Kur'an kalası.
Rabbimizga jif salom. Yangajonimiz marhamat, yashang. Baxtli bo'lsin kelin qizimiz, qo'sha qarisinlar, taxtli bo'lsinlar ilohim. Barchamizga ota bo'lgan odam otaga jif salom bo'lsa, Xudoning rizosi odam ota mavlikasi, avlodi odam onasi bo'lgan Hoji onamizga, Bibi Fatima, Ambarjon onalarimizga egili jurtdan ta'zim birlik, kelin salom, kelin ta'zim yor bo'lsin. Raf minib ko'klara chiqqan ummatin hollaridan baqqan 99 ming rozillar chiqqan Rasululloh haq hurmatiyle tillarimizni, payg'ambarlarimizni, avliyo ambiyolarimizni bizga g'oyibdan ko'chada qilib turgan g'oyibotlarimizni va eng sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsin. Tillaringizni iymon bilan, dillaringizni Qur'on bilan, qalbingizni shafoat nuri bilan Alloh taoloning o'zi yorug' aylasin. Yaxshi kunlarni hech adog'i bo'lmasin. Baxtli kunlarni hech adog'i bo'lmasin va birgalikda endi Xudo xohlasa shu go'zal xonadonni o'tgan yaxshi insonlarni yod aylab, ruhlarini birgalikda shod aylaymiz aziz mehmonlar. Allah bergan otamizni eslab o'tamiz, Shukurjon onamizni eslab o'tamiz, Egambarigan otamizni eslab o'tamiz, Qutlibek onamizni, Egambert otamizni, Sharifajon onamizni, Totijon, Havojon onalarimizni, Sotimboy og'alarimizni eslab o'tamiz. O'tgan barcha yaxshi insonlarimiz ruhlariga qayta egilib ta'zim birlar, kelin salom, kelin ta'zim yor bo'lsin. O'tganlarimiz ruhlarida qimmat essin, nomlari yod bo'lsin, ruhlari shod, mangu oxiratlari obod bo'lsin. Az mehmonlar endi qo'llari duoyi Fatihada. Joy namozi qo'ynida o'zi Makka yo'lida bo'lgan. Nurmamatjon ota ko'zingiz oydin bo'lsin. Dadangidan mag'zi shirin, mag'zi to'ylar muborak. Gulchehra ona ko'zingiz oydin bo'lsin. Nevara kelin muborak bo'lsin. Ajoyib kelinjonni Xudo xohlasa, ajoyib xizmatlardan bahramand bo'lib, shularni baxti kamolini ko'rib o'tirmoqlik, kelasi yil chevaralarni qo'shalog'idan sevmoqlik Alloh taolo sizlarga nasib ro'z aylasin. Uzundan uzun orzu o'ylar qilgan, topganlarni yig'ib farzandlarga to'ylar qilib turgan Odamboyga ko'zingiz oydin, ajoyib farzand to'ylari muborak bo'lsin. Zamirajon akamizga ajoyib farzand to'ylari muborak bo'lsin. Bitta farzandlari ikkita bo'ldi, kelasi yilda to'rtta bo'lishini niyat qilamiz chillaxonada. Bugün yaxshi niyat bilan halol mehnatini el bilan birgalikda baham ko'rayotgan Odamboy akamizga, Zamirajon opamizga yana bir bora ajoyib farzand kamoli muborak bo'lsin. Ming bora hurmat, ehtirom keltirsangiz arziydi kelin qizimiz. Ana endi davralarga qosh, to'ylarga bosh bo'lib o'tirgan Nazarboyda ko'zlaringiz oydin bo'lsin. Nevara kelinjondan egilib ta'zim bilan kelin salomlarni qabul aylab qo'yasizlar. Ro'zmamatjon ota, Havojon onalari, Nigorajon, Sardorbek, Odilbek og'alar, Dildor akalarimizga egilib ta'zim birlar, kelin salom, kelin ta'zim yor bo'lsin. Yigirib xizmatlarni qilib, chin dildan xizmatlarni shaylayotgan Erkinboy og'a, Oyshajon akam, Bomurod og'amiz, Umid akamiz, Otabek og'amiz, Malohat akamiz, Hamidbek og'alarimiz, Sadoqat akalarimiz, Sardorbek og'alar, Ro'zaxon, Go'zalxonmi, Ro'zaxonmi, Ulug'bek og'alarimiz, Danoxon akamiz, Umidbek og'amiz, Gulnozaxon akalarga, Sherzodbek, Anajon, Qalandar va Ilmiraxon akalarimizga, doilarim, Asmonda charaqlar oyi kelinjonda bo'ldi, sevikli doyi. Maqtasim geldi, maqtagan soyi doilarni maqtib beramiz endi. Yusufboy doyi to'ylar muborak bo'lsin. Klarapga qabul aylang juftidan kelin salomlarni. Jumayoz doyisi, Dilbarjon aka, Baxtiyor doyisi, Muhabbatjon aka, Nazarboy ota, Egambarda og'a Bahodir doilari, Toyirjon, Zokirjon, Shokirjon og'alariga egilib juftidan kelin salom, kelin ta'zim qabul bo'lsin. Ana endi mana shu yerda kuyovlarni payg'ambarlar siylagan deya Zinatjon kuyovi, Nilufar xon, akalaringizga Sobirjon, Nafosat,
So'rabjon kuyovlari Nafosat akalaringizga, Azamatjon og'alaringiz, Surayoxon akalariga, nevarajonlariga navbat keldi. Ayshajon, Azizbek, Sulaymon, Salihajon, Madina bonulariga, xolalari xolam keldi, Gulila olam keldi deya. Ro'zigul Sharifat, Gulbahor Ziyoda, Jamilaxon, Oygulxon, Rohatjon oila a'zolari bilan barchalariga egilib juftidan kelin salom, kelin ta'zimni qabul aylab qo'yasizlar. Yon qo'shni jon qo'shni bo'lgan Ilhomboy og'amiz, Gulchira opamiz, Zulg'amor aka, Azizbek, Rajabboy og'a, Zafarabek, Maqsuda Gulora ona, Chirigul onalariga egilib, Shohzodbek, Shafruxbek, Gulmira Asadbek, Zafarbek, Javohir, Muslimaxon va Diyonaxonlarga egilib ta'zim bilan kelin salom, kelin ta'zim yor bo'lsin. Ahli jamoamizni barchalariga to'ylari muborak, kelin salomlari qabul bo'lsin. Xizmat qilayotgan katta-yu kichik mahalla darg'alari, xodimonajonlar va mana shu yerdagi xizmat qilib turgan ana oshpazlarimiz, choychilarimiz, to'yayotgan aziz insonlarimiz, barcha qaynotangizni, do'st birodarlari, qaynonangizni degan jonlari, qaynboboingizni do'stlari, qaynmomongizni degan jonlari va shu go'zal o'rinda esa eng asosiy mana Glavniy xizmatingizga shay bizning ijodiy hamkorimiz eng sifatli va eng zamonaviy tarzdagi tasviriy ishlar bo'yicha Dilshod Media yigitlari har doimgidek xizmatingizda elimiz xalqimizni yaxshi kunlarda hech qachon charchamasinlar va birgalikda mana shu yerda xizmat qilayotgan ustozimiz Sanatbek ustozimizga, ovoz operatorlari, sozanda yigitlar, mazana raqqos akizlarimiz barchalariga chiroyli kelin salom, kelin ta'zim qabul bo'lsin. Yigitlarni sardori, kelin qizi xaridori, ikki diydam ambari yigitlarni sardori kuyov bolamizga mingta, kuyov bolamizni kamarbasta bo'lib yonida xizmat qilayotgan do'st birodarlarga, zolotoy yigitlarimizga ham egilib juftidan kelin salomlarni, kelin ta'zimlarni qabul aylab qo'yasizlar. Ana endi aziz mehmonlar, barchangizga to'ylarni muborakbod aylaymiz. Kelin kuyovlarimizni baxti uchun Xudo xohlasa alla to'ylari qo'shaloq bo'lsin deya niyat qilib duoyi Fotiha otajonlarimizdan. Bormi? Nurmamat ota bir duoyi Fotiha qilasiz, marhamat. Amin. Sürgeyen gelenimizde oğlu kızı çok boy. Indi şuylara kalkanlı cüpten 5 gerçeğler dağınınla. Hemen öyle toy koyu. Sağlık, selametlice koyu. Vermeyenlerden beri ifadayım. Koşkan olan koşa karıp 100 yaşa giriyorlar. Amin. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Ajoyib kelin salomlar barchangizga qabul bo'lsin. Nevara kelin muborak bo'lsin. Nurmamat ota tabriklab qo'yamiz yana bir bora. Umringiz uzoq bo'lsin. Momajonisi bilan qo'sha qarib 100 ta baholarni ko'rishlik Alloh sizlarga nasib etsin, Xudo xohlasa. Endi kelin qizimizni go'zal baxtli xonadonga taklif qilib qolamiz. Ana shunday baxtli kunlar xonadoningizga hamroh bo'lsin. Kelin kuyovlarimiz qo'sha qarib baxtli, taxtli, saodatli bo'lsinlar. Nurmamat ota, pensiyani oldingizmi? Kisiga soldingizmi? Xudo xohlasa kechak pensiyani solib boring, mamam ayting pitobga imzo cheksin, yaxshimi? Oynangizda. Sog' salomat bo'lg'aysiz. Ana endi kelin qizimizni, nevara kelinni, nevarasini ajoyib mana Gulchirona ajoyib nevarajoningizni bag'ringizga qabul qilib olaverasiz. Hammalaringizga yaxshi kun, to'y ajoyib shodiyona birdek muborak bo'lsin. Kechki davramizga barchalaringizni taklif qilib qolamiz. Yine Xudo xolasa gelin salomimizdan bo'ldi. Amasa tushirdik gelindan do'stlar. Xudo xolasa yeyish to'yini ko'raversa. Kommunizmda vafota to'yxonasida bo'ladi. Ortaklar baxlasa bizler hem şöyle videomuzu ölçüremiz. Sağ olun, selamat olun. Hemen kanalımda şunu yakışıklı olsun, toyla olsun.